Assalamu alaikum aziz dostlar, aziz obunachilar, aziz YouTube foydalanuvchilar, inshaalloh Xudo xolasa navbatdagi ishimizni bitkazdik. Xudo xolasa ko'rib baho berish sizlardan do'stlar. Ko'chada qor yog'ib turibdi do'stlar. Biz hozir shu garaj ichimizni, chan tarafini shunda qamush figura etdik, muramur toshlardan chiroylatib chiqarib berdik ana. Ustamizning uyini. Şöyle Xudo xolasa hozir endi so'qil qismi bor, so'qil qismini bitkazib Xudo xolasa chiroylatib videolarni qo'yib boramiz, ko'rib baho berasizlar Xudo xolasa. Usta ishlarimiz yoqdimi? Rahmat sen şöyle de tuvalet oturmak nasip etsin ağa. Ya dostlar. Şimdi hep çıkardık yine. Soğukul kısmından bitirip videolarını koyup baramız görüp küzetip baranglar dostlar. Videolar yakkan bolsa bize etini like bas esten çıkmasın. Kanala yangi bolsanızlar abone olup koyunlar. Xudo xolasa sizlere faydalı, chiroyli videolarni chiqarishda davom etamiz. Sağ olun, amon bo'linglar dostlar.